Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Qariyalarga, pensionerlarga, yolg'iz keksalarga yoki kam ta'minlangan oilalardagi nuroniylarga qo'shimcha ilk yili 1 million so'm berilar ekan. Ariza yozmasa puldan quruq qolar ekan. Hamma pensioner bo'lishi shart ekan degan gaplar tarqayapti. Mana shu xabarlar odamlarni chalg'ityapti. Ayrimlar shoshilib hujjat topshiryapti. Ayrimlar esa firibgarlarga karta raqami, SMS kod, pasport ma'lumotlarini berib qo'yapti. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bu ma'lumot faqat bitta pensionerga emas, har bir oilaga tegishli. Ota-onamiz, bu bobolarimiz, qo'shnimiz, mahallamizdagi yolg'iz keksalar hammasi bunday gaplardan ta'sirlanishi mumkin. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Aslida kimlar pul olishi mumkin? Kimlar qayerdan tekshirish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Eng muhimi, nimalarga aldanmaslik kerak? Agar sizga shunday foydali, aniq va hayotiy tushuntirishlar kerak bo'lsa, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bitta laykingiz orqali bu video ko'proq odamga yetib boradi va ehtimol kimdir firibgarlikdan saqlanib qoladi. Avvalo, men bir narsani aniq aytaman. Hamma qariyalarga 1 million so'm tarqatiladi degan gapni eshitsangiz, darhol ishonib ketmang. Odatda davlat tomonidan beriladigan moddiy yordamlar, nafaqalar, kompensatsiyalar yoki bir martalik to'lovlar aniq toifalarga beriladi. Ya'ni pensioner bo'lsa bo'ldi. Hammaga bir xil pul tushadi degan qo'yda deyarli bo'lmaydi. Oldin ko'pchilik masalalar mahalla orqali hal qilinardi. Masalan, kam ta'minlangan oila, yolg'iz keksalar, nogironligi bor shaxslar yoki boquvchisini yo'qotganlar mahallaga murojaat qilardi. Mahalla raisi, xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi, ijtimoiy xodimlar oilaning ahvolini o'rganar. Keyin yordam berish-bermaslik masalasi ko'rib chiqilardi. Ba'zan yordam oziq-ovqat shaklida bo'lardi. Ba'zan pul ko'rinishida, ba'zan esa dori-darmon, ko'mir, kommunal to'lovlar yoki boshqa maqsadli yordam sifatida berilardi. Hozir esa ko'p jarayonlar raqamlashtirilyapti. Ijtimoiy himoya yagona reyestri, mahalla yettiligi, ijtimoiy xodimlar, davlat xizmatlari markazlari, MyPocheka.uz kabi tizimlar orqali ma'lumotlar tekshiriladi. Ya'ni odamning daromadi, pensiyasi, oiladagi ishlovchilar, mulki, avtomobili ro'yxatdan o'tgan manzil, nogironlik holati, yolg'iz yashash kabi ma'lumotlar inobatga olinishi mumkin. Mana shu yerda ko'pchilik adashadi. Kimdir, men pensionerman. Demak, menga ham bir bo'yi million berilishi kerak deb o'ylaydi. Lekin amalda yordamning turi boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, bir joyda Ramazon hayiti yoki mustaqillik bayrami oldidan ehtiyojmand oilalarga bir martalik yordam berilishi mumkin. Boshqa joyda saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali og'ir ahvoldagi keksaga yordam ajratilishi mumkin. Yana bir holatda nogironligi bor, yolg'iz yashovchi pensionerga alohida ijtimoiy xizmat yoki moddiy ko'mak berilishi mumkin. Shuning uchun pul miqdori kimlarga berilishi va tartib bir xil bo'lmasligi mumkin. Asosiy masala shuki, siz eshitgan 1 million so'm qaysi dastur, qaysi qaror, qaysi hudud yoki qaysi toifa uchun ajratilayotgani aniqlamasdan turib xulosa qilmang. Men ekspert sifatida doim aytaman. Har qanday pul, yordam, nafaqa haqida gap bo'lsa, avval rasmiy manbadan tekshiring. Chunki firibgarlar aynan shu mavzudan foydalanadi. Ular sizga 20 million tushishi kerak, lekin kartangizni ulab qo'yishimiz kerak. SMS kodni ayting, ariza to'ldirib beramiz. Xizmat haqqi 100 ming so'm deb odamlarni aldashi mumkin. Asosiy qism 1. Kimlar bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim xavotir olmasligi kerak? Endi eng muhim savolga o'tamiz. Qaysi qariyalar bunday yordamga umid qilishi mumkin? Birinchi toifa, yolg'iz yashovchi keksalar. Masalan, 78 yoshli otaxon yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda yoki umuman yo'q, pensiyasi 900 ming yoki 1 million 1 ming so'm atrofida, dori-darmon xarajatlari ko'p. Uyda daromad keltiradigan boshqa odam yo'q. Mana shunday holatda mahalla yoki ijtimoiy xodim bu otaxonning sharoitini o'rganib, moddiy yordam masalasini ko'tarishi mumkin. Lekin bu avtomatik degani emas. Tekshiruv bo'ladi. Hujjat so'raladi, ehtiyoj darajasi baholanadi. Ikkinchi toifa, kam ta'minlangan oilada yashayotgan pensionerlar. Masalan, bir xonadonda 7000 yoshli ona, ishsiz o'g'il, kelin va 2 nafar bola yashaydi. Onaning pensiyasi oilaning asosiy daromadi bo'lib qolgan. O'g'il vaqtincha ishlamayapti. Bolalar maktabda, kommunal to'lovlar bor, dori-darmon kerak. Bunday oilada pensioner borligi o'zi yetarli sabab bo'lmasligi mumkin. Lekin oilaning umumiy daromadi past bo'lsa, yordam olish imkoniyati oshadi. Uchinchi toifa, nogironligi bor keksalar.
Masalan, 2 guruh nogironligi bor pensioner har oy dori oladi, ko'rikdan o'tadi. Harakatlanishi qiyin, parvarishga muhtoj. Bunday odamga nafaqat pul, balki ijtimoiy xizmat, reabilitatsiya vositalari, aravacha, eshitish moslamasi, sanatoriy yo'llanmasi kabi yordamlar ham tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat bir 5 million bormi yo'qmi deb emas, menga qanday ijtimoiy yordamlar bor deb so'rash kerak. 4-toifa og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolganlar. Masalan, uyida yong'in bo'lgan, operatsiyaga pul kerak bo'lgan, yaqinda boquvchisini yo'qotgan yoki o'zi harakatlana olmay qolgan keksalar. Bunday holatlarda bir martalik moddiy yordam ajratilishi mumkin. Miqdor 500 ming bo'lishi ham, 1 million bo'lishi ham, 5 million yoki undan ko'p bo'lishi ham mumkin. Bu mahalliy imkoniyat jamg'arma mablag'i va holatning og'irligiga bog'liq. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak. Agar sizning ota-onangiz pensioner bo'lsa, lekin ularning pensiyasi yetarli. Yo'nda farzandlari doimiy yordam beradi. Uy joyi bor, daromad manbalari bor, ijtimoiy jihatdan og'ir ahvolda emas. U holda pul chiqibdi, biz ham olmasak bo'lmaydi deb shoshilish shart emas. Chunki ijtimoiy yordamning maqsadi hammaga bir xil tarqatish emas. Eng avvalo muhtojlarga yordam berishdir. Misol keltiraman. Birinchi oilada 2 yoshli bu yolg'iz yashaydi, pensiyasi 1 million so'm, har oy 400 ming so'mlik dori oladi. Qishda isitish muammo. Ikkinchi oilada esa 65 yoshli pensioner ota bor, lekin 3 nafar farzand yonida oilaning umumiy daromadi oyga 210 million so'm. Uy sharoiti yaxshi. Ikkalasi ham pensioner, lekin ehtiyoj darajasi bir xil emas. Shuning uchun yordam masalasida men ham pensionerman degan bitta dalil yetarli bo'lmaydi. Yana bir misol, 72 yoshli otaxonning pensiyasi 1 million 300 ming so'm, lekin nomida eski avtomobil bor. U avtomobil aslida ishlamaydi. Hovlida turibdi. Tizim esa ba'zan mulk mavjudligini ko'rishi mumkin. Shu sababli ariza rad etilishi ehtimoli bor. Bunday holatda odam tushuntirish berishi, avtomobil yaroqsizligini isbotlovchi hujjat yoki tegishli ma'lumot taqdim etishi kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni ayrim rad javoblari oxirgi hukm emas, ularni tushuntirish va qayta ko'rib chiqish mumkin. Birinchi nozik jihat. Pul kartaga tushishi uchun hech kim sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib, sizga 1 million yordam chiqdi, plastik kartangizni tasdiqlash uchun kodni ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Davlat organlari, bank xodimlari, mahalla vakillari SMS kod so'ramasligi kerak. SMS kod bu sizning pulingizga kirish kaliti. Uni aytdingizmi, kartangizdagi pul ketishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, ariza yozib beraman, pul chiqarib beraman degan odamlar. Albatta, ayrim hujjatlarni to'ldirishda yordam beradigan tanishlar bo'lishi mumkin. Lekin ming ber, 1 million chiqarib beraman degan gap juda xavfli. Ijtimoiy yordam tanish bilish orqali emas, qonuniy tartibda ajratilishi kerak. Agar kimdir kafolat bersa, ehtiyot bo'ling. Hech kim sizga tekshiruvsiz va asoslanmagan holda yordamni kafolatlab bera olmaydi. 3-nozik jihat. Ro'yxat masalasi. Ko'p keksalar bir joyda yashaydi, lekin doimiy ro'yxati boshqa joyda bo'ladi. Masalan, bu Toshkentda qizi bilan yashayapti, lekin ro'yxati Qashqadaryodagi eski uyida. Ariza qayerdan beriladi? Yordam qaysi mahalla orqali ko'riladi? Mana shu masala chalkashadi. Bunday vaziyatda avvalo mahalla va ijtimoiy xodimdan aniq so'rash kerak. Yashash joyi bo'yicha murojaat qilinadimi yoki doimiy ro'yxat bo'yicha? Chunki turli xizmatlarda tartib farq qilishi mumkin. 4-nozik jihat, oilaviy daromadni hisoblash. Ba'zan pensioner mening faqat pensiyam bor deydi, lekin tizim oiladagi boshqa a'zolarning rasmiy ish haqi, tadbirkorlik daromadi, ijara daromadi yoki boshqa ma'lumotlarini ham ko'rishi mumkin. Masalan, otaxon kelini va o'g'li bilan bir xonadonda ro'yxatda turadi. O'g'li rasmiy 5 million so'm maosh oladi. Otaxonning o'zi dori darmonga qiynalayotgan bo'lishi mumkin. Lekin umumiy oilaviy daromad hisoblanganda yordam rad etilishi mumkin. Bu adolatli yoki adolatsiz ko'rinishi mumkin. Lekin tizim ko'pincha oilaviy holatni umumiy baholaydi. 5-nozik jihat. Bir marta oldim. Yana olsam bo'ladimi degan savol. Ayrim yordamlar bir martalik bo'ladi. Masalan, bayram oldidan berilgan yordam yoki favqulodda holat uchun ajratilgan mablag'. Uni har oy kutish noto'g'ri. Boshqa yordamlar esa doimiy nafaqa shaklida bo'lishi mumkin. Shuning uchun pul tushganda uning nomini aniqlang. Bu bir martalik moddiy yordammi, kompensatsiyami, nafaqami, pensiyaga qo'shimchami yoki boshqa to'lovmi? 6-nozik jihat. Pensiya bilan ijtimoiy yordamni aralashtirmaslik kerak. Pensiya bu odamning ish staji, badallari,
qonuniy huquqi asosida tayinlanadigan to'lov. İjtimoiy yordam esa ehtiyojga qarab beriladi. Shuning uchun men 1 yil ishlaganman, menga ham 1 million berishsin degan talab hissiy jihatdan tushunarli. Lekin huquqiy jihatdan har doim ham asos bo'lavermaydi. Agar pensiya miqdorida xato bo'lsa, bu alohida masala. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qayta hisob-kitob talab qilish kerak. 7-chi nozik jihat bank kartasi va ishonchnoma masalasi. Ko'p keksalar kartasini farzandiga, nabirasiga berib qo'yadi. Bu hayotda uchraydi, lekin xavfli. Agar pul tutsa, kim yechib oldi, nimaga sarflandi, keyin nizo chiqishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz yoki xotirasi sustlashgan keksalarda pulni boshqalar olib qo'yish holatlari bo'ladi. Men maslahat beraman. Imkon bo'lsa, pensionerning o'zi bank SMS xabarlarini nazorat qilsin, ishonchli farzandi bilan birga tekshirsin, lekin SMS kod va PIN kodni hech kimga aytmasin. 8-chi nozik jihat, ijtimoiy yordamni rad etish ham mumkin. Ha, shunday holat bor. Ba'zi pensionerlar menga kerak emas, mendan ko'ra muhtojroqqa beringlar deydi. Bu insoniy jihatdan juda olijanob. Lekin agar haqiqatan ham dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovga qiynalayotgan bo'lsangiz, uyalmang. Davlat yoki mahalla tomonidan beriladigan qonuniy yordamni olish uyat emas. Uyat muhtoj odamning haqini firibgarlar yeyishi yoki yordam kerak bo'lgan odam bilmay qolishi. Endi men sizga aniq qadamlarini aytaman. Agar sizning oilangizda pensioner bor bo'lsa yoki o'zingiz pensioner bo'lsangiz, mana buni qiling. Birinchi qadam, xabar manbasini tekshiring. Telegramda yozishibdi, qo'shni aytdi. Kimdir ro'yxat tuzyapti ekan. Bular yetarli manba emas. Mahallangizga boring yoki telefon qiling. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi yoki ijtimoiy xodimdan so'rang. Bizning hududda pensionerlar uchun irgi bo'yi million so'mlik bir martalik yordam bormi? Bo'lsa, qaysi toifaga beriladi? Qanday hujjat kerak deb aniq savol bering. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensionerlik guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash joyi haqida ma'lumot. Nogironlik bo'lsa tamam ek yoki tegishli hujjat, dori-darmon xarajatlarini ko'rsatuvchi retsept yoki chek, oilaviy holatni tasdiqlovchi ma'lumotlar. Ba'zan mahalla dalolatnoma tuzadi, uy sharoitini o'rganadi. 3-qadam. Arizada vaziyatni aniq yozing. Menga pul kerak deb yozish yetarli emas. Masalan, men 24 yoshdaman, yolg'iz yashayman, pensiyam 1 million 200 ming so'm, har oy qon bosimi va yurak dorilariga taxminan 302 ming so'm sarflayman. Qishki isitish va kommunal to'lovlar sabab moddiy yordam so'raman deb yozilsa, vaziyat tushunarli bo'ladi. Agar operatsiya kerak bo'lsa, shifokor xulosasini qo'shing. Agar uy ta'mirga muhtoj bo'lsa, fotosurat yoki mahalla dalolatnomasi bo'lishi mumkin. 4-qadam, arizangiz ro'yxatga olinganini tekshiring. Og'zaki aytib ketish bilan ish bitmasligi mumkin. Agar mahallaga yozma ariza bersangiz, qabul qilingan sanasini, kim qabul qilgani, raqamini yoki hech bo'lmasa nusxasiga belgi qo'yilishini so'rang. Davlat xizmatlari orqali topshirsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Keyin yo'qolib ketdi, bizga kelmadi degan holatlardan saqlanasiz. 5-qadam, rad javob bo'lsa sababini so'rang. Sizga chiqmaydi degan gap yetarli emas. Nega chiqmaydi? Daromad yuqorimi, ro'yxat mos emasmi, hujjat yetishmayaptimi, oilada rasmiy ishlovchi bormi, oldin yordam olganmi? Sabab aniq bo'lsa, uni tuzatish mumkin. Masalan, hujjat yetishmasa to'ldirasiz. Ro'yxat muammosi bo'lsa, aniqlashtirasiz. Tizimda xato ma'lumot bo'lsa, tegishli idoraga murojaat qilasiz. 6-qadam. Pul tushganini bank orqali tekshiring, lekin begonalarga karta ma'lumotlarini bermang. Bank ilovasidan ko'ring, SMS xabarini tekshiring, bankomatdan mini vipiska oling yoki bank filialiga boring. Hech qachon telefon orqali kelgan odamga karta raqami, amal qilish muddati, CVV kod, SMS kod, PIN kod aytmang. Agar kimdir kod aytmasangiz pulingiz qaytib ketadi desa, bilingki bu qo'rqitish usuli. 7-qadam. Mahalladagi yolg'iz keksalarga yordam bering. Ko'pincha haqiqatan muhtoj odamlar internet ko'rmaydi, xabar o'qimaydi, hujjat yig'ishga qiynaladi. Agar qo'shningiz yolg'iz buvi bo'lsa, undan mahallaga murojaat qildingizmi? Yordam kerak emasmi deb so'rang. Lekin uning kartasini qo'lingizga olmang, SMS kodini so'ramang. Yordam berish, hujjatni tushuntirish, mahallaga birga borish, rasmiy xodim bilan bog'lash, shifokor hujjatni tartibga solish demakdir. 8-qadam. Agar firibgarlikdan shubhalansangiz, darhol to'xtating. Masalan, keksaga kimdir qo'ng'iroq qilib sizga pul chiqdi desa, suhbatni davom ettirmang.
telefonni qo'ying. Bank kartasi bloklanishi kerak bo'lsa, bankning rasmiy qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling. Pul yechilib ketgan bo'lsa, bankka va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Vaqtni bo'y bermang, chunki har bir daqiqa muhim bo'lishi mumkin. Yana bir amaliy maslahat. Pensiya miqdorini ham tekshirtiring. Ba'zan odam 10 yildan beri bir xil tartibda pensiya olib yuradi, lekin ish staji, ish haqi arxivi, qo'shimcha hujjatlar to'liq inobatga olinmagan bo'lishi mumkin. Agar shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Pensiya hisob kitobini tushuntirib berishlarini so'rang. Bu ilmiy bir martalik yordamdan ham muhimroq bo'lishi mumkin. Chunki pensiya qayta hisoblanganda har oy qo'shimcha pul olish ehtimoli bor. Demak, hurmatli tomoshabinlar, asosiy fikr shunday: qariyalarga 20 million so'm berilarkan degan gapni eshitgan zahoti ishonib ketmang. Lekin butunlay e'tiborsiz ham qoldirmang. Avval rasmiy manbadan tekshiring. Kimlarga beriladi, qaysi shart bilan beriladi, hujjat nima, ariza qayerga topshiriladi, bularni aniqlang. Yordam odatda hamma pensionerga emas, ehtiyojmand, yolg'iz nogironligi bor yoki og'ir ijtimoiy holatdagi keksalarga berilishi mumkin. Eng katta xavf firibgarlar. SMS kod, PIN kod, karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Pul chiqarib beraman degan va oldindan haq so'raydigan odamlardan ehtiyot bo'ling. Qonuniy yordamni faqat rasmiy yo'l bilan oling. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bugun uning holatini tekshiring. Hujjatlari joyidami? Pensiyasi to'g'ri hisoblanganmi? Mahallaga murojaat qilish kerakmi? Dori-darmon xarajatlari tasdiqlanganmi? Agar rostdan ham yordamga muhtoj bo'lsa, uyalmang, ariza bering, sababini aniq yozing, javobini nazorat qiling. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda qariyalarga shunday yordam haqida gap bo'lyaptimi? Kimdir irgi bo'y million so'm olgan yoki rad javobi olganmi? Qanday muammoga duch keldingiz? Tajribangizni yozsangiz, boshqa tomoshabinlarga ham foyda bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalla guruhlariga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z haqini talab qila oladi. Eng muhimi esa firibgarlardan o'zini va yaqinlarini himoya qila oladi.